Biz bugun Eron Islom Respublikasining eng kuchli bo'lmasa-da, lekin eng yuqori texnologik raketasi haqida barchaga ma'lum va noma'lum ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Eron bugungi kundagi mojarolarda dushmanlariga sezilarli javob zarbalarini bermoqda. Buning uchun o'zining arsenalidagi juda turli xildagi dron va ballistik raketalardan foydalanmoqda. Va bu arsenalda hal qiluvchi rolni albatta ballistik raketalar o'ynaydi. Eron arsenalidagi eng yuqori texnologik raketa bu Fattoh 2. Chunki ushbu raketaning trayektoriyasi klassik ballistika yoki aeroballistik raketalardan farq qiladi. Eron inqilobi qo'riqchilari korpusi olimlari tomonidan Fattoh 2 raketasi 2023-yilda taqdim etildi. Bu yangi qurol degani va eronliklar tomonidan juda oz miqdordagi xarakteristik ma'lumotlar taqdim etildi. Raketa arsenaldagi uzoq masofaga uchadigan turkumga mansub bo'lib, 2 qadamdan iborat tashuvchiga ega. Uchirish mobil texnika yordamida, bu shaxtadan farqli holatda. Raketani xohlagan joyga tashish yoki yer ostidan uchirish va yana yashirinish strategiyasi imkonini beradi. Eng hayratlanarli tomoni mazkur qurolning trayektoriyasi. Klassik ballistikadan farqli tomoni bu raketa fazoda 10 mah, ayrim joylarda hatto 15 mah tezlikka, ya'ni tovush tezligidan 10-15 marta tezlikka chiqqunicha bir qancha aldov manyovrlarini ijro etadi. Bu ikkinchi tomon uchun yuqori tezlikdan tashqari yana manyovr yukini ham qo'yadi. Bunday qurolni tutib olish ehtimoli juda past. Buning ustiga Eron, Amerika Qo'shma Shtatlarining arab davlatlaridagi qimmatli, oldindan ogohlantirish tizimlarini mojaroning dastlabki kunlarida yo'q qildi. Bu degani, Isroil va boshqalar uchirilgan raketalar haqidagi ma'lumotni oldingidan ancha kech oladi. Bunday yuqori tezlikdagi qurolni aniqlash va unga qarshi chora ko'rish vaqtini oldingi 7 minutdan 3-4 minutga qisqartiradi. To'g'ri, Isroil chora ko'rishi uchun bu vaqt ham aslida yetarli, ammo arab davlatlaridagi radarni yo'q qilingani va Fattoh 2dagi past balandlikda uchish bashorat qilib bo'lmas trayektoriya, tezlik kabi ustunliklar bor. Isroilning eng kuchli Arrow tizimi ham bunday qiyin nishonni tutib ola olmaydi. Fattoh 2 raketasining ichki tuzilishiga kelsak, raketa 2 bo'limdan iborat va bu uning oddiy raketalardan ustun ekanligiga dalil. Chunki sanksiyalar ostidagi hukumat ishlab chiqarishni bu darajaga keltirishi juda yuqori natija. Birinchi bo'lim asosiy tashuvchi va bu raketani atmosferaning yuqori qatlamlariga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Birinchi bo'lim quruq raketa yoqilg'isi bilan ishlaydi. Start uchun yaxshi tezlik, ishonchlilik kabi ustunlikka ega, ammo yoqilg'i sarfi juda tez va uni nazorat qilish imkoniyatlari masalasida juda jiddiy muammolarga ega. Raketaning ikkinchi qismi farqli o'laroq suyuq moddalar bilan ishlaydi. Bu suyultirilgan kislorod va Eronning imkoniyatlarini hisobga olgan holda kerosin bo'lish ehtimoli yuqori. Eng pastki qismda dvigatel va boshqaruv seksiyasi. Yuqoriroqda yoqilg'i baklari. Eng oldi qismida batareya, fugas zaryadi. Bunda 500 kilogramgacha portlovchi modda va boshqaruv kompyuteri joylashgan. Uning ishlashi quyidagicha. Yashiringan holda tunneldan chiqish. Raketani tayyorlash. Nishon koordinatlarini kiritish va uchirish. Platformani saqlab qolish uchun yana bunkerga yashirinish. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Animatsiyalarda sun'iy intellekt aslo qo'llanilmadi.